Darvoza ochamiz Marg'ilon shahrida navbatdagi shedevr fasondagi legenda darvozamizni o'rnatdik. Ishoninglar, buni reklama qilgandan keyin qo'limizda Allohga shukr etaman 20 ta noshiz zakazimiz bor. Endi ko'rasizlar, kuzatuvchilar, zerikib qolmanglar, doimo shunaqa darvoza ko'proq qo'yamiz. Chunki xalqi shu yoqayapti. Bu darvoza 4 qavat edi. Birinchi chiqazganimizda buni 1 qavat listini tejab egalariga budjetli variantga keltirib beryapmiz. 1 qavat listini nima uchun tejaganmiz? Birinchidan yuk og'irlashib ketadi, ikkinchidan egalariga oshiqcha rasxod bo'lmasligi uchun, lekin ko'rinish %100 original holati bilan bir xil bo'lgan. Befoyda rasxod hech kimga kerak emas, bilasizlar. Darvozamiz eng qiziq joyda razmeri bilan narxini aytaman. Eniga o'pshi hisobda 3.95, chetidagi tumbalari bilan bo'yiga 3.50 bo'lgan. O'pshi hisobda darvozamiz 3 metr 50 sm yuqori qismi bilan qoshlari bilan o'pshi razmeri aytdim. Kvadrat metri eng arzon varianti $130 dan, ya'ni 1.750.000 so'mdan boshlanyapti, $300 boradi. Nimaga $300 boradi? Orqa tomoniga ham xuddi shu ko'rinish ishlansa, doplata qilingan bo'ladi, dvoyno narx chiqadi. Lekin u holatiga ham bu holatiga ham biz ishimizga, gapimizga, ishlatiladigan materialga va'da qilingan srokka va'da qilib javob qilamiz. Darvoza ochishda srok o'tib ketdi, ishim o'xshamay qoldi, material yetkiza olmadim, unaqa gap bo'lmaydi. Narxlarni aytib o'tdim, razmerlarni aytib o'tdim. Endi eng qiziq joyi. Darvoza olmoqchi bo'lgan любой odamga qiziq bo'ladi. Materialni, stenalarni tushuntiraman. Yonida 25 sm qosh, bu polностью butun lista gipda bukib chiqarilgan, tumbalar ruchnoy izделие, polностью trubaga nakat qo'yib chiqilgan. Bu oldiga 10 sm o'stirilgan, 10 profil 2,5 stenada turibdi chetida, ichida 6/4 profil toza sergeliniki 12 metrli sergeli profil 2,1 stenada turibdi. İchki profillari 1.5 qora stenada qo'yilgan hammasi. Listlarimiz o'pshi hisobda 2 qavat 1.8 plus les, orqada tekis les, grob qilib bosilgan ikkinchisi, ustidagi cho'tir bilan 3 qavat hisoblasak ham bo'ladi. Polностью elementlari chiroyli kombinatsiyada millimetrgacha ahamiyat berib yasalgan. Darvozalarimiz ochilib yopilishi juda ham yumshoq. Mana kichkina barmoqda osongina ochiladi, osongina yopiladi. Egalari hozir xursand bo'lishdi, olgan narsalarni ko'rib, sifatiga o'zlari baho berib mazza qilib olish. To'g'risiga polностью qalin materialda orqa tomoni tekis holatda ishlangan, oshu-moshular katta diametrda qo'yilgan, oralari moylangan, hammasi ideal darajada bo'lgan. Pastki tomoniga shtirlar qoqib mahkamlab berdik. Darvozamizni ochilib yopilishi juda ham yumshoq. Pastki tomoniga polностью beton quysa, bundan ham yumshoq ochilib yopilishda ovozlar yo'qoladi. YouTube, TikTok, Telegram hamma kanallarimiz aktiv holatda, kirib ko'rsanglar, biz mingdan oshiq mijozlarga xizmat ko'rsatib, duolarni olib rozi qilib kelmoqdamiz. Qo'limizdagi komandamiz o'ziga yarasha, hammasi mutaxassislar, bizning ish tajribamiz ham o'ziga yarasha. Doimo ishimizga javob qilganmiz. Bitta darvozani o'zingizga yoqqan holatda bizga tashlaysizlar, original holatda birga bir o'xshatib olib beramiz. Sizga yoqsa keyin pul olamiz. O'zbekiston 12 ta viloyatida hamma lokatsiyada biz ishlarimiz bor. Xohlagan viloyatdan chiqqanlarga biz lokatsiya va nomerlarni beramiz. Bizdan oldin ish bajartirgan mijozlarimizdan so'rab, biz haqimizda ma'lumot olib, ishonch hosil qilgandan keyin zakaz bersanglar bo'ladi. Biz ishimizga uveramiz. Kamtarona qilayotgan oddiy ishlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podpishka qilib qo'yasizlar. Podpiska bosib bizni kuzating. Uyingizga chiroyli darvozalar bizga nasib qilgan bo'lsa qo'yib beramiz. Qolaversa, darvoza, reshotka, baryer, naves hamma metall ishlar biz bilan sifatli bitadi.
Darvozamiz egalariga buyursin, yaxshilikka xizmat qilsin. Darvozachimiz xizmatingizda.